Assalomu alaykum do'stlar. Bizda navbatdagi klinik случай ko'rishlari mumkin. Bemorda o'ng buyrak to'liq ikkilanishi, o'ng buyrak yuqori yarmidan chiqqan siydiknayi pastki qismida torayma bor va qo'lqi buyrak yuqori yarmi qismidan umuman siydik o'tmayapti. Biz bemorga operativ davo taklif qildik. Operativ amaliyot ureterotsistonoanastomoz deyiladi. Ya'ni siydik nayni pastki uch qismi plastikasi va bu siydik nayi pastki uch qismi plastikasi. Operatsiyamiz juda ham yaxshi o'tdi. Operatsiyani ustozimiz Karimov Oybek Mo'minovich bilan birga bajardik va bemorni fikrlari bilan tanishishlaring mumkin. 4 oy oldin o'sha og'rib shakar qishloqqa bordim. 39,5 isitma bilan bordim. Keyin yana operatsiya deyishdi. Keyin yana o'tdi, yana isitma chiqardi. Bir hafta yaxshi bo'laman, bir hafta isitma chiqadi. Yana bir hafta yaxshi bo'lib, bir hafta isitma chiqadi. Shunaqa bo'lib, shu 5 oy bo'ldi. 5-oyga o'tdi. Keyin shekka keldim. Hozir yaxshiman. Operatsiya ham bo'ldi.